Assalomu alaykum. 2026-yil 26-yanvar sanasida sizlarga Pink Lady Rozgulov olmamizni mana ko'chatlarini sizlarga ko'rsatib boramiz. Mana ko'chatni holatlarini ko'ringlar mana. Barglarini hali to'kkani yo'q. Mart oyida ham xudo xolasa shu holatda ko'chatlar, daraxtlar bargi bilan turadi. Yangi bog' qiluvchi bog'bon akalarimizga va katta gektarga bog' qilayotgan bog'bon akalarimiz uchun mana shu holatda ko'chatlarni tayyorlab qo'yganmiz. Bizda barcha turdagi mevali ko'chatlardan bor. Eksalarin bu Pink Lady Rozgulov olmasini 1-2 yili nishona ko'rsatadi. Mana bir isboti ko'chatlar mevali kurtagi bilan turibdi mana. Har birida mevali kurtalar shakllangan. Kim katta gektarga bog' qilmoqchi bo'lsa yoki xonadonga uchastkasiga ekmoqchi bo'lsa, nomerlarimizni yozib qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bizda barcha turdagi mevali ko'chatlardan bor. Ko'chatlarda dastlabki xizmatlari va katta gektarlarga ko'chatlarni ekib berish xizmatlari hammasi bizda mavjud. Mana bu videomizni yangi bog' qiladigan bog'bon akalarimizga jo'natib qo'yinglar. Mana kesalarini shu joydan sveje qilib sizlarga ko'chatlarni ko'chirib beramiz. Bu videomizga bittadan like bosib, bizga obuna bo'lib ketishni unutmanglar. Like bossalaring bu videomiz juda keng tarqaydi va bizga podpisatsiya bo'lib obuna bo'lsalaring, har bir qo'ygan videolarimizni sizlarga ko'rsatib boramiz.